nihoyat qishloqda ekanlar bo'ldi. Ya'ni qishloqda. Vattak, endi o'ldi bu. Yaxshi. Qochib ketish kerak tezroq. Tezroq qochish kerak. Bo'lmasa biror kishi aniqlamasin. Yaxshi va ajoyib. Va mana shu yerni o'rganmaganda, hello sizlar bilan men Jaki MK va bugungi videoda ko'rib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyin videolar juda ham ajoyib bo'ladi. Va videoni ham boshlab yubordik va ajoyib yerning oldiga borishim kerak edi. Juda ham ajoyib. Vattak bu yerda nima bo'ldi? Bitta qotillik yuz berdi. Seni ayblashyapti. Ha, man qanday ayblayman? Men xullas man qanday ayblashadi? Sen Jank, seni ayblashyapti. Sen qishloqlarni o'ldirding. Sen nima qilyapsan? Bu ishni to'xtat. Men qishloqlarni o'ldirganim, bundaqa o'ldirganim yo'qdim-ku. O'ldirding-da. Vattak вообще bular qoni chiqib yotibdi-ku. Nima bo'lgan? Zombi ekanmi, nimadir bo'lgan. Shuni bilmaydi. Qoni chiqib yotibdi. Вообще nima qilyapsan? Bor uzoqqa bu yerni yig'ishtirib qo'yish kerak. Ya'ni bu yerga hech qaysi kirmaydigan qilish kerak. Senga ham yuqishi mumkin, balki bilib bo'lmaydi. Men bilmam. Sen menga ishik bo'lmasin. Ha, bo'ldi unda, yaxshi borib bu narsani xullas bu narsani yig'ishtirib olish kerak. Ya'ni bu yerga hech qaysi bormaydigan qilish kerak. Ekspertiza uyushtiriladimi yoki biror narsa qilinadi. Короче, tak bo'ldi. Yig'ishtirish uchun, ya'ni o'tmasligi uchun qishloqlarni yaxshilab yig'ishtirib qo'yish kerak. Mana shu yerlardan boshlaymiz. Chiq. Sen nima ishing bor? Men yo'qol, men o'rganayotgandim. Men tergovchi. Bor dedi, bor. O'ldiraman. Sen javob berasan, xolos. O'lding o'zing. Undan ko'ra o'lganing yaxshi-ku. Afsus. Bo'ldi, endi yaxshi. Endi qayerga o'rnatsam bo'ladi? Ajoyib. Vattak berga qo'ysak bo'ladi va mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Attak. Вообще lekin kimdir o'ldirganligini bilmadim, lekin yomon o'ldirgan ekan. Qoni chiqib yotibdi. Вообще bu yerni o'rganmasa bo'lmaydi. Bu ekspertizadan emas, bilib turuvdim, lekin bu qishloqqa nimalardadir, balki o'zi shunaqa qilganmi bilmaydi, lekin mayli, shu yerga ham qo'yib qo'yaylik. Ya'ni bu yerga qo'ymasak bo'lmaydi. Qishloqlar o'tmasligi uchun jiddiy nazorat qilish kerak va jiddiy nazorat qilmasa o'tib yurish mumkin. Qishloqlarga ishonch yo'q va ajoyib. Qolganini boshqa to'siq bilan qo'yish kerak va bu to'siqlar bersa yaxshi, ish bermasa lekin juda yomon. Bu yerga qo'yib bo'lmas ekan, nimagadir qo'yib bo'lmas ekan. Mayli, mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Havodan o'tib ketishi mumkin. Sakrab bilib bo'lmaydi. Bu yerga ham qo'yib bo'lmas ekan. Yerga qo'yganim yaxshi edi. Bo'lmadi. Endi yaxshilab bu to'siqdan qo'yib chiqishim kerak. Vattak, yaxshi, ajoyib va bu yerga ham qo'yaman va bu yerga ham o'tmasligi kerak. Juda jiddiy nazorat qilmasak, bularga ham yuqishi mumkin. Balki kasallik bo'lsa agar aniq yuqadi va bilib bo'lmaydi. Hozirdan вообще mana jiddiy jinoyat joyini o'rganib va yaxshilab qo'yildi va ajoyib. Endi nima, sen shu yerga borging kelyapti? Yo'q, borgim kelayotgan yo'q. Unda uzoqroq tur. Bu sen aybdorsan-ku, sen o'ldirding-ku, yo'qolda ko'ra. Hammasi shu ahvol va shunaqa deyishadi va bu narsalarni qo'yishim kerak, joylashtirishim kerak. Xullas managa olib keldim va managa joylashtirib qo'yaman va merning oldiga uchrashishim kerak. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yganimda. Yig'ishtirdim endi merning oldiga. Shu yer yaxshi. O'zi yo'ldan yurgim kelmaydi. Kesib chiqish uchun ajoyib. Va mana men yig'ishtirib keldim. Kim qilgan bo'lsa ham. Buni sen qilgansan, sen arig'ida bilib turibman. Chunki sendan boshqa kim qiladi? Hamma qishloqda sendan boshqa hech kim o'ldirayotgan yo'q-ku. Vattak, nima, mendan boshqa aybdorlar yo'qmi? Sen bilan boshim kerak. Ya'ni boshing kerak, qamoqqa qolasan. Davay, yuringlar. Undan ko'ra men bir do'kon borib kelayinchi. Mayli, tezroq yur. Men sen bilan boryapman. Tezroq yur. Boryapmiz, tezroq. Biz bittamiz kutib turibmiz va yaxshi, menga narsa bormi? Vattak, yaxshi-ku. Vattak, nimalarni olasan? Ishlarsan, sen ishing bo'lmasin, sen boraver. Mayli, unda yaxshi, men ketdim. Mana boryapman. Qayerga borishim kerak? Birinchi uy, merdagi yonidagi uyga ketdik. Men bilan yurchi tezroq. Mayli, mana keldim. Nima, xo'sh, xizmat. Mana kirdim va sen qamoqqa olasan. Xullas qamaymiz. Mayli, qamanglar. Hech narsa qila olmaysizlar. Baribir men aybdor emasman. Vattak, nima qilishyapti bular? Nima?
Nima qilishyapti? Tushunish qiyin. Seni chiqib ketmaslik uchun tosh qo'yyapmiz. Yaxshi, mayli qo'yganlaring bilan qanaqa qilib chiqib ketolmayman. Bilib bo'lmaydi. Вообще juda nerealniy ko'rinar ekan. Juda qorong'u bo'lib qoldi va bu yerni ochmasak bo'lmaydi. Bu yerda qorong'uga chiday olmayman. Shu yomon tarafi va qorong'uni tezroq ochish kerak. Kirkamni olib ochmasam bo'lmaydi. Yoki o'zi ochilib qoladimi ko'p suv desam. Shuning uchun ochish kerak. Mana endi ochilsa kerak-ku. Yoki kirka bilan ochish kerak. Mana, yaxshi. Sal bo'lsa ham yorug'roq. Bo'lgan yaxshi. Ajoyib. Chiqib ketmasam bo'lmaydi. Manligimni qanaqa qilib isbotlasam bo'ladi? Mana yuringlar desiz. Bu yerda ham qotillik bo'ldimi? Ha, qotillik bo'ldi. Qotillik bo'ldi deganim mana bu yerda ham o'lik bor. Bilib bo'lmaydi. Nimadandir epidemiya deyaptimi? Bilmadim. Bunga sabab jang aybdormi deyman. Bilib bo'lmaydi. Jangni oldiga borish kerak. Jang, chiq deysiz. Mana nima deysizlar? Sen o'ldirdingmi? Yo'q, qanday men boraman? Ha, to'g'ri aytganda bu yerda qamalib turibdi-ku. Ketdik boshqa kishilardan qidiramiz. Bu yerda jiddiy masala bo'lyaptimi deyman. Chunki bu yerda yana bitta qotillik bo'lgan bo'lsa, juda yomon. Shuning uchun aniqlash kerak va ketmasam bo'lmaydi va bu yerdan ostidan qochib bo'ladimikan? Bildirmasdan qochib ketish kerak va shu yerni ostidan yo'l bo'lsa edi, qani edi? Bu yerda yo'l yo'q ekan. Juda yomon degani va shu yerdan chiqib ketmasam bo'lmaydi. Yaxshi, mana chiqdim. Va mana ajoyib. Ha, nima gap? Hech gap yo'q. Men ham qamaldim. Men ham aybdor deb topishdi. Yo'qol. Senga maslahatim qochib ket. Mayli, unda qochib ketamiz. Hech kim yo'q bu yerda va bu yerda qishloqlar turibdi va tezroq yashinib borish kerak. Yashinib borish uchun juda ham bitta uy kerak, shinam va ko'rkam bo'lish kerak va mana sher yaxshiroq. Va mana shu yerdan titib kirsam, bu yerdan bilinib qoladi. Narigi tarafdan toshdan olamiz va hech qaysi qishloqlar bilmasligi kerak va hech qaysi ko'rmasligi kerak. Tezroq yashinib olmasam bo'lmaydi. Va mana shu yerda ekan tosh va tezroq qo'yib olsam yaxshi bo'ladi va ajoyib, mana g'aroyib va bu yerdan kuzatib turishim kerak, hech qaysini bilmasam. Ha, tez aralash kerak. Bu yerda kimdir bormi yo o'zi shundaymi? Bilib bo'lmaydi. Endi aralash kerak. Xullas, tez aralash kerak. O'liklar hammalarini ko'rib bilib qidirishimiz kerak. Va bu o'liklar kim sababligini bilib bo'lmadi-yu, Jak ham qochib ketgan. Bu degan Jak aybdormi shunda? Tezroq aniqlash kerak. Tezroq sen baqa, men baqa. Va mana ushlarni qo'lga keldikmi? Senmi yoki bu o'likmi? Bilib bo'lmaydi. Qayergadir qochib ketyapti, boraychi. Tezroq. Tutolmaysan, kel. Tutolmaysan, kel. Qayoqqa ketdi bu o'lik? Va mana sen qayoqqa ketding? Bo'ldi, o'ldirma meni, iltimos. Sen aytgan narsani beraman, iltimos. O'ldi. Bu degan Jak aybdor emas ekan. Buni tagiga yetildi va bu narsa ochildi. Jak, sen aybdor emas ekansan. Bo'ldi, o'g'ri, ya'ni jinoyatchi tayyor, topildi. Va sen ketishga mumkin. Yaxshi, mana joyimni qayerdan bilishdi? Bilib bo'lmaydi va men borib endi ishlarim bilan shug'ullanishim kerak. Va bu yerda albatta poliz ekinlari bor ekan va bu poliz ekinlarni yig'ishtirib olishim kerak. Ba'zilari pishgan, ba'zilari pishmagan. Shu yomon bo'ldi. Bu o'likni ham yig'ishtirib olmagan ekan. Mana anchagina hosillar tushgan ekan. Bu marta ham yaxshi, yomg'ir yoki yoqqan yoki chirik yoki ko'p urmaganmi bilib bo'lmaydi. Ya'ni qurtlar urmaganmi? Bilish qiyin. Bu yerda nimani olsang shuni yeyib qo'y degandek, shuni yeyib qo'yish kerak. Mana o'zi kamgina joy ekan va bu hosillarni yig'ishtirib oldim va ajoyib samarali foyda bo'ldi va juda ham ajoyib. Endi bularni joylashtirish kerak. Sig'masligi ham mumkin. Bu yerda ham ajoyib hosillar bor ekan va ularni ham yig'ishtirib olyapman. Ajoyib. Lekin bu yerniki uncha ko'p tushmadi. Chunki qurt urgan bo'lsa kerak, chunki qishloqlar yoki olib ketgan qazib bilib bo'lmaydi. Yaxshi, ajoyib va bu yerni ham ekib qo'yish kerak. Bu yerda ham ikkita bor ekan va ajoyib. Martangi hosil qisman ba'zilari ko'p tushdi, ba'zilari kam tushdi.
Ну, yaxshi, ba'zilari yaxshi samara berdi va mana vattak bu yerda ham bir nechta qolgan ekan va mana egildi va ajoyib desa bo'ladi va bularni ham joylashtirishim kerak. Va buni keyinroq joylashtiraman. Xullas do'stlar, videoga layk bosib, kanalga obuna bo'ling.